Assalomu alaykum hurmatli o'rtoqlar. Mana birinchi xom tegdi boshlayapmiz. Mana so'g'diyona uzumi. Mana shu tegdi beylarni olib tashlaymiz, kichkina beychalarni. Hamda meva qilmaganini olib tashlayveramiz. Mana meva qilmaganini olib tashlayapmiz. Mana ikkita novda chiqargan bo'lsa, mana hattoki ikkita novdada ham meva yo'q joy bor ekan. Olib tashlayapmiz. Mana endi mana bunisida meva qilganini qoldiramiz. Endi tayda mayda shoxchalarni olib tashlaymiz. Endi mana so'g'diyonada hamda po'st uzumlarda mana shu uch tarafidan jicha qiyib qo'yamiz, chunki juda ham cho'zilib ketadi. Osilib ketadi hamda o'sha uch tarafi ingichkalashib ketadi. Tayda ikkita beyni olishdan maqsad dori yaxshi tegadi. Endi mana shu grill qiyadigan qaychi juda ham mosa yaxshi bo'lar ekan. Ilojini boricha mevasi yo'qlarini olib tashlab, meva borliklarini qoldirib, hamda hozirdan mana shu uch tarafini qiyib boramiz. Keyinchalik uzumni pishishiga ham yaxshi bo'ladi. Xom tegdi 10-12 sm bo'lganda boshlaverish kerak. Yo ortiqcha o'stirib olish ham shart emas. E'tiborlaringiz uchun rahmat.